Yangi video. Biz mana o'ynab ko'rsatamiz yangi o'yinni. Aytgandim men. O'ynab ko'rsataman dedim, hozir chiqib o'yinni keyin ko'rsataman. Qasonglar. Men Realga qarshi Barsa o'ynayman. Ya haqiqiy klub o'ynay. Match. Mana Liverpool o'rniga Real Madrid olamiz Ispaniya ligadan. Real Madrid. Hala Madrid. Clasico Ispaniya. Aynan bu bo'lish kerak edi. 90-91. Nimaga ekan? Demak o'ylaydi. Cristiano Ronaldo. Hujumga qo'ysak 98 Ronaldo. Hujumga qo'ysak buni ham 94. Yaxshi tarkib, biz tarkib. Isco borgan, Asensio, Casemiro, Ramos, Modric, Toni Kroos, Navas, Marcelo, Valverdemi bilmayman. Carvajal. Oldingi Real tarkibi. Oldingi Real yaxshi ko'rganlar kommentga Hala Madrid deb yozinglar. Demak biz Barselona xo'rlaymiz. Mana bu yerda Messi bor, Xavi bor, ular Iniesta, Puyol. Yangilangan. Lekin men FC o'ynayman, shuning uchun meniki narsa bo'lmaydi. Nima deylardi? Men o'ynash bilaman-da, bu o'ynab. FC bilan bir xil. Modric gol mana. Hala Madrid Modric. Ko'ryapsizlarmi? Luka Modricdan уже ertaroq ko'rish kerak edi. O'zi zo'r o'ynayapti Real Madrid. Bularni biz bu o'yinni ham ko'p kishi o'ynagan bo'lsa ham kerak. Ana birga-bir ketmoqda. Kirmadi. Ramos asosiy ko'rsatgan. Ramos. Toni Kroosdan pasmi yo'q? Puyol qo'ymadi. Ramos chiqishi yaxshi. Ramos. O'zi yaxshi ko'raman-da. Qizilmi? Nima berdi? Ketdi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Madrid qo'yadi. To'xtadi. Shuni tarkib almashtirib olaylik. Benzema Marcos Cristiano o'rtada o'ynashi. Garber bu tomonda. Oldingi Real tarkibda o'ynaydi. Bu yoqda turadi, 90 qo'yadi. 90. 91 bo'lar. 80 falan. Casemiro voy bo'lmasa. Kim edi bu? Valena. Bo'lmasa ekan. O'zim joy tursin mayli. Eng asos tarkibimiz yaxshi bo'ldi. Casemiro bu yoqqa chiqa oladimi? Yo'shatmasaga men tursin. Ketdik. Demak, Valena. Voy, Allah'ın oynasın. Lionel Messi. Biz Messi'ni yomon ko'ramiz sinfdagi. Barchamiz Ronaldo, Real Madrid. Barsa yo'q deb Va gol mana afsona gol Masu. Chiroyli gol urdi lekin hozir. O'zini yo'shatmas. Uchiq tursin hozir. Oldingi videoyimni jinnicha bo'pti. Qarang, qanday chiroyli gol. Voy, yana bo'ldi yaxshi. Yaxshi Casemiro zo'r o'ynayapti. Lekin hozircha Ronaldo'yimiz yaxshi o'yinini ko'rmayapmiz. Cristiano
Pushka desam Puyol. Baribir Puyol. Yaxshi o'yinchi u ham. Hali bizda Wi-Fi bor, shu Wi-Fi o'chib qolgan. Shu pulni ishlashadi ertaga. Ana shunda yana FC ni o'ynab ko'rsataman. Cristiano gol mana. O'tib ketay deyapti. Cristiano gol olmasa kim urardi ya? Eng yaxshi o'yinchi Cristiano edi. 2014da Realda qaysi yili oltin to'p olganda? 2014 olganda. 2014, 2018. 2018 olganmidi? Benzema. O'sha golmi? Yo'q. Glavo yaxshi. Kim ko'taradi? Cross eng yaxshi. Passing. Qanday tepdi hozir? Qanday? Voy. Modric. Gareth Bale. Cristiano. Men hozir uni akrobatik tepa deb o'ylagandim. Akrobatik tepishni ko'rsatib berarmi? Luka Modric. Modricmi bu gol? Modricdan mana 2018 Real Madrid. Ikki 14 bo'lganda ham ozillar bo'lardi. Birinchi hujumda yo'q, birinchi gol urgandik. Bu birinchi. Hammasidan biz oldinda ekanmiz. Faqat offside 0-0. Yerda offside bo'lib turadi. Marcelo ko'rasizlar. Uni komandasini ko'rsa bo'lardi-ku. Ko'rgim kelmayapti. Xavi, Iniesta lekin oldin ular ham yaxshi bo'lgan, yaxshi o'ynashgan. Cross muxlislari Cross deb yozishsin. Cristiano muxlislari Cristiano Ronaldo. Eto. Jinni ekan-ku bu. Chiqishini qaranglar, chiqishini. Chist oyoqqa chiqyapti bu. Qizil bermayapti bu. Hakam sotilgan Barselonaga. Eto'ga Ramos'um chiqadi, mazasi qochadi. O'rtadagi narsani yo'qotsa bo'larmikin? Cristiano Pushkas gol mana. Pushka gol. Bu botda Barsa ko'ryapsizlarmi? Bot. Barsami, Realmi? Barsalar like bossin nasib videoga. Reallar obuna tugmasiga tipinglar. Golmi? Cristiano hat-trick. Cristiano'dan hat-trick. Cristiano hat-trick ekan. Eto'ga pas ber, Eto'ga Toni Kroos. Suarez bo'lmaganda 2009da. Eto'mi? Men senga Eto. Buncha o'yinimizga chiqdi. Qaytdim, g'arib sotilgan deb. Hakam sotilgan ekan. Eto'ga chiqsak, Eto bizga chiqyapti-ku. Bermayapti, lekin biz ularga chiqsak, beryapti. Hozir mazasini qochiraman. Messi
Valena desam. Girl power, what the heck? Ishdan nima bo'ldi hozir hech ko'rinmadi. Ketdik, o'tib ketamiz, shundaymi? Bu qilib Iniestaga. Ha. Chiqaman. Bu komandalar hech nima bo'lmay qoladi. Men shuning uchun mana shunaqasiga chiqaman. O'yinni 6 yilni Benzema qiladi. Bitirmayman. Chiqsa chiqaveraman men ham. Qizil olsa qizil olaveraman. Qizil oldi Benzema. Good luck. Shon qilgandim. Endi shu bilan yo'q. Marcelo Messiga chiqishi Ramosdan. Cristiano lekin vaziyat bo'lsa uraman. Buni demadim men. Voy ana. Voy. Chiqa bomba. Bitta qizil olman bularga qarshi o'ynayapmiz-da. Bombin. Gol mana. Ko'ryapsizlarmi? Gardbel jinni qilib gol uryapti, jinni qilyapti. Bu yoqqa yurdim, yana bu yoqqa yurdim, ketyapsam gol kiryapti-da. Endi diqqat chiqaman. Cristiano Iniestaga chiqishi voy ana. Ketdi. Ronaldo 8-0 qilmoqchi. Qattiq xo'rlanish qilmoqchiman. Cristiano sariq oldi. Qolmay Cristiano'ni ko'ryapsizlarmi? Bor kuchim bilan chiq deyapman. Ana. Demak, ana o'yinimiz ham tugadi. Ana vaziyatlar. Birinchi vaziyatda birinchi gol urganmiz Modrichdan. Udar. 10ta tep biz 8tasi aniq ketibdi. 8tasi. 2ta shtraf, 5ta shtrafni olishdi, biz 2ta olibmiz. Gol momentlarini ko'ramiz. Cristiano'niki. Demak. Stop qilamiz. Pas. Demak. Bu yerda varam bor ekan. Yaqinroqqa. Mana shu. Kamerada chiroyli gol bo'lgan. Oxirgi gol emas, men mana golni ko'rmoqchiman. O'sha gol-ku. Gol. Bas gol yaxshi. Qaysi gol ko'rmoqchi edim? Modric. Ko'ryapsizlarmi? Cristiano Ronaldo'mi? Birinchi gol emas, ikkinchi gol oldi. Gardbeldan gol. Shkolasiga yozib qo'yaman. Buni o'zi ko'rgan-ku. Mana do'stlar, shu bilan videomizni tugatamiz ham. Keyingi mana shu video kommentda ko'proq yozinglar iltimos. Mana shu video agar keyingi qismida El Clasico, bu El Clasico birinchi qism, ikkinchi qismda Liverpoolga qarshi o'ynaymiz. Bu yerda formalarim ham bor.
Liverpoolga qarshi City'ni o'ynayman. Qarang, mana to'plarim ham bor. To'plarimni ham ko'rsatay olay. Komandalar. Hamma komanda to'p yozganman. Braziliya mana. Faqat ikkita komanda yozmaganman, xolos mana buni. Faqat buni ko'rasizlar, format. 90 tur bular kuchli komandalar. Men uni ochmaganman bu bilan. Chunki bular nimagadir yo'qmaganda. Agar mayli ikkinchi qismida biz buni qanaqa Argentinaga qarshi Portugaliya o'ynaymiz. Keyin Argentina bilan Portugaliya, Manchester City bilan Liverpool, Braziliya bilan Fransiya. Aytib qo'ydim o'yinlarni. Keyin Angliya bilan Germaniya, Angliya bilan Ispaniya. Lekin mana Ispaniya klubi umuman zo'rda. Event degan eng kuchlisi. Shu yerda videoni tugatamiz. Mayli, El Clasico'ni ko'ringlar. Do'stlaringga tashlaylar.